janob payg'ambarimiz alayhissalom yemagan taomlarni yeyapmiz, ichmagan ichimliklardan ichyapmiz. Allohga hamd aytaylik, shunga yarasha ibodat qilishga harakat qilaylik. Bir kishi so'ragandi, domla umraga bormoqchi edim, juda ko'pchilik ketyapti, tayyorgarlik ko'rib boring deganingizga tayyorgarlik ko'rdim, boshqa qildim. Yaxshi, mehmonxona qayerda joylashgan ekan? Endi hammasi ham uzoq, yaqin, puliga qarabda. Oralarda bir yosh kattaroq odam bor bo'lsa kerak desam, yo'q. Yoshlari o'ziga yaxshi, qarib ham qolmagan, 50 da pastidagi odam. Siz dedim, mehmonxona surishtirmay qo'yavering dedim. Chunki u joyda yaratilgan sharoitga yarasha ibodat qilolmaysiz. Agar bir onasi yo otasini olib borayotgan keksa odam bo'lsa-ku, unda sal yaqinroqda tanlagan afzal. Bo'lmasam o'sha puliga yarashada hammasi ham yaqiniga joylashib oladi, piyada borsa ham bo'laveradi, mehmonxonadan chiqmaydi. Shuning uchun azizlar, Allohning bizga bergan ne'matlar juda behisob azizlar, buni biz qadriga yetolmaymiz.